Bize bugün hem Arançabuğa geldik. Lekin ormanın içini yaxşılap teşiribimiz. Yani Bilalbek bilen ikkimiz ormanda yürüpmiz. Hemme zamarık çöplegen bedeni. Lekin bize zamarık ne ekanligini bilinmiz. Heyranma. Kövelep alganlar yani zamarıklar. Lekin bize zamarık tapmadık. Bilinmem nerede durad ekan o zamarık yine. Qaranglar, yine adamlar kövelep algan zamarıklar yine. Yani hem yeri kövelep taşakallar zamarık qara. Lekin bize Bilalbek git kamana joyga bor. Bere gel. Bize zamarık neyde ekanligini tapmayapmiz. Yine zamarık neyde bor ekan? Yaqaniganlar qanday bolalar? Beraqqa qani? Beraqqa zamarık nishib chiqadi ekan. Birinchi marta kelishimiz berlari. Yine ormandamiz. Lekin zamarık yok. Zamarık neyde ekan? Zamarık emas. Zamarık qarab yuribmiz, lekin yo'q ormanda zamarık. Zamarık qarab yuribmiz bize. Yok zamarık birler. Ormanın içinde. Neyse var ekan zamarık. Adamlar kövelep taptık şunu. Bize ise tapılmıyoruz Bilal bilen. Zamarık yok. Kolun ver bana. Kolun. Ana. Benden gel. Mekken tutuyor kolumu. Yok al gitmeyin. Beni şaşlık pişirip ye gelle adamlar. Zamarık pişirip ye gelle. Bize ise ormanda yürütmüş. Hiç vec yok benim. Karan. Musram yok hatta. Taptaze içi ormanın. Korkadigan narsaning o'zi yo'q ekan bu yerda. Bilalbek bilan bize orman aylanib yuribmiz. Zamarık qarab. Odamlar kövelep. Bir de ovqat pishirib yuribdilar yine. Ko'rpacha qo'yib. Shashlik pishirib yuribdilar bu yerda. Ormanda. İkimiz aylanib yuribmiz yine. Ormanın içinde. Lekin zamarık tapmadık. Ha Bilalbek? Zamarık neydi bo'ladi ekan? Hamma zamarık kövelep topib olgan. Bize de kitabım yuribmiz. Yollarda yo'l ekan shuni. Gitaverasan ekan bu yerda. Ormanlık. Yani yantaqliq ekan. İşidan qaytamiz endi. Vonlar qo'rqinchli ekan. Orman. Uyni qaytamiz endi. Qaytdik biz o'rtoqlar. Zamarık tapmadık lekin. Ko'zi qarın deymi sizlarda? Ko'zi qarın qaradik bize yo'q ekan. Odamlar lekin tapgan. Doğrumi bular? Havada. Hava deydi. Biz tapmadık. Ko'zi qarın. İçine qaranglar taptoza. Ortib qo'y. Tozalab qo'yibdi birovlar. Taptoza musirda yani o'zi umuman yo'q deydi. Bu yerda birovlar shashlik pishirib yegan. O'tirib. Bilalbek bilan o'rmon aylandik. Bulutlara qaranglar. Chiroyli. O'rtoqlar. Şu Bilalbek balama shifo so'rasangizlar, xursand bo'ladi dedimdan. Like'ları ko'p bossangizdlar, Bilalbekga shifo bersin desangizlar, bir Xudoyim dargoh ochib turgan bandaning quloqina yetadi ekan. Keyin shu odam o'qiyapman. Shu odam shu bolaga shifo bergay desa, shu bolam yaxshi bo'lib ketadi lekin. Shu sizlardan shuni so'rayman boshqa sizlar bu like'ingizlar yapilicha bo'lib yotgan uylaringizga borib like bastırıp gelsem mekeyi ya menem. Kommentariya yazınlar da uyma yursam mekeyi ya. Bilin ben düşünmedim sizleri.